Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Bugun 2-iyun sanasida Karmen noylarda terim jarayonlari boshlandi mana. Karmenda o'tgan oyda 21-iyun sanasida videolarni qo'yganmiz. Ko'rgan bo'lsalaring, oyda oxiriga, keyingi oyda iyullarning boshlariga terim jarayonlari bo'ladi deb aytib o'tganmiz. Bu bog' sotildi. Mana yashillarga terilib eksport bo'lyapti chetga. Hurmatli kuzatuvchilar, juda ko'p savol bo'ldi, juda ko'p telefonlarda savol berishyapti. Karmen noki bandi qanaqa deb. Kamerani yaqinroq olib keling-da, men bandini bog'bon akalarimizga mana ko'rsatib beramiz. Uzilishi qattiq bo'ladi mana. Uzilishi qattiq mana. Bu tomonlardan ko'rsatib qo'ying mana. Uzilishi qattiq. Shamol bo'lganda to'kilmaydi. Bizda shamollar bo'lib o'tdi. Shunda ham Karmen noki bandi qattiqligini hisobiga yerga to'kilmadi. Karmen nokda yana afzallik tomonlarini sizlarga aytib o'tamiz. Kasallikka chidamli bo'ladi. Shira kasalligi va boshqa kasalliklar ham Karmen nokga kam miqdorda tushadi. Boshqa noklarga nisbatan bu nokda yoshini juda ko'pchilik so'radi. 2020-yili ekilgan, yil 6 yoshga to'ldi. Bu Karmen nokimiz. Hozir sizlarga yashillarga upakovka bo'lib, chetga eksport bo'layotgan holatni ham ko'rsatib o'ramiz. Karmen noki, yana sizlarga narxini ham aytib o'tamiz. 35 ming so'mdan biz Karmen nokni sotishni mo'ljallab turdik, lekin 2 ming so'm tushib berdik. 33 ming so'mdan Karmen noki sidirmaga baraka bo'ldi. Sizlarga yashillarga tayyorlanayotgan holatini ham ko'rsatib beramiz.